Xuddi shunaqasida olaman deb yurganlar videoga bitta like tugmasini bosib qo'yinglar. Sotuvda Scania R 410. Akalar, bu 2018-yilda ishlab chiqarilgan eng fulika, o'sha hamma narsalari bor. Полосодержатель, дистанционный датчик, avtotormojение, cruise control, xullas hamma narsasi bor. Retardatsiya ham bor. Baklari bir tomonda 700 talik, bir tomonda 500 talik bak bilan jihozlangan. Balonlarni mana holatini o'zingiz bitta ko'rsanglar bo'ladi. 100%. Bu emblemmani ko'ringlar-da, endi salonni ichki holatlariga bitta o'zingiz baho berib qo'ysizlar. Barcha qulayliklarga ega, ikkitalik spalli avtomat korobkada yurgan masofasi 882 ming kilometr masofani bosib o'tgan, o'sha klimat kontrol, xullas hamma narsalar bor, multirul, ratsiya taxograflarigacha bor. Salon holatlari ideal holatda turibdi. Narxini 62 ming AQSh dollar deb aytilyapti. Yana ozgina kelishiladigan joylari bor. Qiziqqanlar egalariga telefon qilib boshqa ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Manzil Namangan viloyati, Namangan shahrida turibdi. Videoga like bosib, eng yaqin furachi tanishlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasa, hozir sizni olishga imkoniyatingiz bo'lmasa, hamma furachi tanishlarga jo'natib qo'ying. Siz sababchi bo'lib, mana shu tegachi egasi bo'lishi mumkin. Hammaga rahmat.